Assalomu alaykum. Biz hozir Nazarbeydagi Said Vaqqos ota masjidimiz. Xabaringlar bor, bu masjidimiz 3 yil, 4 yildan beri qurilish ishlari olib borilyapti. Bu masjidimiz tezroq qurilishiga sizlar ham o'z hissalaringizni qo'shinglar degan umiddamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar: kimdaki masjid uchun bir dona g'isht qo'ysa, unga jannat bog'laridan bir bog' deb eshitganmiz. Obunachilarimiz, jannatdek uylarni qurishga vaqt kelmadimikan? Agar hammamiz bir yoqadan bosh chiqarsak, Xudo xolasa Qurbon hayitini mana shu masjidlarda o'qish nasib qilsin barchamizga. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, masjid uzida ish to'xtab qolgani yo'q. Ustalar ishlashyapti, baraka topsin. Masjid uzi juda katta. Mablag' taraflama ozgina yordaminglar kerak bo'lyapti. Hozir sizlarga qoldiradigan karta nomerlarim faqat masjidni o'zini karta nomerlari, faqat ehtiyot bo'lasizlar. Hozir bilasizlar, mashinalar ko'p. Masjidni qo'yib turib o'zini kartasini qo'yishyapti. Bu kartalarga bemalol aloqaga chiqib, bemalol tekshirsanglar bo'ladi.